Yigitingizmi? Yo'q, qirolim. Bu qirolingiz nima ish qiladi, qirolingiz? Biznesmenlar. Yo'q. Basharasidan xotinni qo'liga qarab o'tiradigan erkakka o'xshayapti-ku, uzr, lekin nagli gapirganim uchun yo'ldan bitta odam olaman. Balkim shart emasdir. Sizdan kim so'rayapti? Mo'ylovli maymun. Rulga qarang. Men sizga qarab ketaman, baribir bugun o'lasizlarmi? Assalomu alaykum. Ada? Ada? Orqada qirol bilan qirolicha ketyapti. Yomon bo'ladimi deyman. O'g'lingiz bilan uchrashdingda biroz etardim. Uchrashgan joyimizni qarang. Qonli uchrashuv. Eshitdim, onangizlar voqea o'tganlardan keyin ona mehriga to'ymay katta bo'libsiz. To'ymaganmisiz? To'yib, to'ymaganman. To'ydiray deb kelibsiz-da, ota bolani. Biz adezlar bilan keyingi oy birinchisida Maldivga ketyapmiz, ha? Qarshi emasmisiz? Men tushib qolsam bo'ladimi shu yerda? Meni ham yerim. Keyingi oyda birinchisida malakasini oshirishga ketyapti. Endi malakasini uyda oshira olmagan bo'lsa kerak-da. Uyda o'tirsa oshiradimi malakasini? To'g'ri. Alo. Qachon bizlarga sovchilikka jo'natasiz? Menimcha uyimdagilar bora olmasa kerak. Mo'minjon bilan tinchlikmi? Voy, Ha, yaxshi ko'rgan qizim sovchi kutayotdi deyman. hech qilmang Mo'minjon. Mana adajoningiz bilan boshimizga qarqas o'tib kelamiz. Voy, chiqilmasa-da, mana mashina chiqilmasa, o'zingning yo'lingda yur.